Isrofil alayhissalomki, hozir bizni tushunishimiz uchun xuddi bir surga nafxa urishlik jarayonida turibdi bir odam. Alloh Rabbul alamin unga nafxani urgin deyilganda, Isrofil alayhissalom qanchadir vaqt o'tib keyin chaladigan ish emas. Isrofil alayhissalomki surni og'izlarida xuddi purkashlik uchun, nafxa urishlik uchun shunday turibdilar. Qachonki buyruq berishi bilan chalinishlik uchun Alloh subhanahu va taolo Isrofil alayhissalomni yaratdi va Malakul Maut, bizda hammamiz uni Azroil alayhissalom deb bilamiz, jon oluvchi farishta. Alloh bergan umrni kim yashab bo'lgan bo'lsa, Azroil alayhissalom va u kishini atroflaridagi yordamchilari uni jonini olishadi. Buyruq berilmagan odamni joni olinmaydi. Bir odamning umri 90 yil deb yozilgan ekan, 80 da o'tib qolmaydi hech kim. Bir odamning umri 90 deb yozilgan ekan, Azroil alayhissalom 100 yoshda uni jonini olmaydilar. Qachon muddat keladi, keyin olamdan o'tiladi. Va buyruq bajariladi Malakul Maut tomonidan. Alloh subhanahu va taolo mana shu maloikalarga modomiki iymon keltirmas ekanmiz, iymonimiz iymon bo'lmaydi. Maloikalar nurli, fayzli, barakali, janjal bo'lmaydigan uylarda hozir bo'lishadi. Farishtali uy ekan deydi-ku, farishtali otaxona ekan deydi, farishtali odam ekan, nuroniy odam ekan. Nimaga? Shu gunohlarni qilmaganingizdan keyin farishta namo bo'lib boraverar ekanmiz-da. Endi qaysi uyda janjallar bo'laversa, o'sha yerda farishtalar bo'lmaydi. Farishtalar bo'lmagandan keyin barokat bo'lmaydi. Maloikalarni turli xil holatdagi vazifalarni bajaruvchilar bor. Kiroman katibin, ikkita yelkamizda turib yozadiganlari bor. Bizni qo'riqlaydiganlari bor va bizlar bilan hamisha yonma-yon duolarni o'qib yurganimizda muhofaza qiladigan maloikalar bor va hokazo. Ularning adadlari qancha desa hech kim bilmaydi. Ularni odatda maskanlari osmon va falak bo'ladi. Osmonda ular yashaydilar. Alloh subhanahu va taologa ko'zni yumib ochgunchalik fursatda osiylik qilishmaydi. Ana shu maloikalarga biz iymon keltiramiz, zero bu iymonning shartlaridan.